Assalomu alaykum aziz muxlislar, kanalimiz a'zolari. Mana bu asli o'zi olma daraxti edi. Olma daraxti mana 5 yulduz olma daraxti. Kim bu tomoniga nok payvand qilganmiz. Qizil nok, bu tomoniga yapon nok. Shunday payvand qilganmiz. Mana hozir sizga nima aytmoqchi edim? Mana daraxtlaringizda agar mana shunday holat bo'ladigan bo'lsa, bargi sariq, tomirlari yashil bo'lgan bo'lsa, bu sekin-sekin kuchayadi agar e'tiborsiz qoldirsangiz. Buni xloroz kasalligi deyiladi. Ya'ni temir yetishmovchilik bo'ladi daraxtda. Bu nimadan bo'ladi? Qattiq suvdan yoki shu siz yerosti suvlaridan sug'orasiz yoki shundan yoki oziqa yetishmovchiligi, suv juda ko'p bostirib sug'oriladi yo shundan bo'ladi. Xullas temir yetishmovchiligi. Buni chorasi bor. Hozir mana noklar olma daraxtiga nok payvand qilingan. Mana to'liq pastidan yuqorigacha mana shular gulli kurtaklar. Keyingi yil xudo xohlasa bular gullaydi. Mana shu yerlardan har bittasidan 5 ta 6 ta nok mevasi hosil qiladi. O'shanda keyin siyraklashtirishlarni hammasini qo'yib boraman. Mana nok, mana tanasini boshidan oxirigacha, uchigacha, mana shu yerdagi shu kesilgan joygacha hammasi to'liq nok, gul. Bu yil oppoq gullaydi. O'sha payt ham tushirib video obzor qilaman, xudo xolasa. Mana olmaning tanasi xloroz boshlanyapti. Bular mana shu ham olmaning tanasi. Mana bu olmadagi dog'lar. Bunga mana shu xlorozga kurashib, barg orqali dori sepilgan. Bu EDTA xelat jelez 6% bo'ladi. O'shandan purkaladi yoki tomir orqali beriladi. Ularni batafsil keyingi videolarda ko'rsatib tushuntirib boraman. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, qiziqsangiz kommentarlar yozib qoldiring. Shular haqida nima haqida video qilishimni shular haqida tushuntirib boraman. Shu mana bu dog'lar xelat jelezdan purkalgandan qolgan dog'lar. Bular yuvib ketadi. Ildiz orqali bersa foydaliroq bo'ladi. Ko'proq uzoq vaqt foydasi tegadi. Hozircha shu. Kommentariyada izohlaringiz bo'lsa, savollaringiz bo'lsa qoldirsangiz, shular haqida nima haqida ko'rsatuv qilsam, nima kamchiliklar bo'lsa yozsangiz shular haqida video qilib boraman. Bitta like bosib qo'ysangiz yana ham kanalimiz rivoji uchun xizmat yordamimiz tekkan bo'ladi. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling, charchamang.